taka, ishlankani, burchakni. Cho'chima, bizani oila san'atkorlar oilasi. Shunaqa pullatib yuramiz-da. Chidolmadim bevafoning makriga. Adajon, urishmaylar. Ladan oldingiz o'zi ham. Ertaga oshim borda shunga tayyorgarlik. Nima baqiraveradi bular? Zebo pul so'rovini deb ukam yig'ib qo'ygan ekan. To'yda terganmisizlar buni, soch bo'lib yotibdi. Avamda loy bo'lib yotgani ham bor, yomg'irda terganda. Qarab ola, mana tepadan bunday sochganda iloji bo'lsa havodan teryapti. Havo Nima qilishyapti? Ha, ukam Plisosbek bilan to'yda pul terish mashqini bajarishyapti. Oyi, puli jinniroq ekan. Я экспонат, ты мой фанат. Бриллиант на 1000 карат. Kelin kecha to'yda shunaqa o'ynaganlar ko'p pul topdi-da, shunga mashq qilayotgandim. Kelin qarang, she'r yozdim. Ashnaqa de, ashnaqa hozirgi bolalar mashinaqa. Qarang. Zo'r oyijon, lekin nimaga hamma soch bo'lib yotibdi? To'yma-to'y yurib sochim to'kilib ketdi-da. Voy oyijon, trichap shampunlarni ishlatsangiz bo'ladi-yu, har xil sochlarga tushadiganlar bor. Masalan, siz mashinasini ishlating, soch to'kilishiga qarshi. Bunisini ishlatsangiz, sochingizni o'stira olmayotganlar uchun vashi zo'r. Eng zo'ri bu shampunli sulfatsiz. Как раз man bop ekan, bozorga borsam soch to'kilishiga qarshi deb beradi, vochim foyda qilmaydi. Dada sana doirachiga ko'p pul berib olyapti. maqsekin ha. Nima menga unaqa pulga qaragandek qarayapsizlar? Boshidan tangalar, sochidan eshovi. Adajon, gitaristga nech pul beryapsiz? 200. Ertadan chaqirmang, o'zim chalaman. Yor aytsa yangalar, yurak yon